endi men hamma menga xo'jayin bo'laveradi o'zidan o'zi. Nima uchun? Men tushunolmayman shu narsani. Qattasiz, nima qilyapsiz, nima o'qiyapsiz, nimalar qilib yuribsiz, erga tegdingizmi, uy tozalayapsizmi, ishni olyapsizmi, nima qilyapsiz? Sanga nima? Itdan tarqagan sanga nima nima ish qilishim bilan? Turkiyaga faqat halol mehnatga keladi. Pirt qilishga kelmaydi, bilasizlarmi shuni? Tushunmayman-da, odamlarning nima ishi bor, nima imini mangamikan shu narsalar. Boshqalarga ham shunaqa gaplar gaplasharmikin. Aytchivarma, bugun mendan battar kunga uchragansan, ko'rib turgan. Hali ko'rasan, xudo xolisa. Xuddi shunaqa qilib kelib, mana shunaqa Turkiyalarda uy tozalab yurasan san ham. Birov ustidan kulmagansiz. Sening ham ustingdan kuluvchilar bor. Hatta 3 oy maza qilib yozda dengizda cho'milib maza qilib ishlab ketgan yaxshi-da, sentabr oktyabrda, to'g'rimi gapim? Bola. Mengiliklar salab tozam sochim yana oq tushibdi. Bo'lsa. Suvga ketdim Toshkentda. Hamma o'ziga xo'jayin bo'lsa, hech kim bilan hech kim ishi bo'lmasin bo'lsa. Xohlagan ishimizni qilamiz. Erimiz yo'qda xo'jayin bo'ladigan. Xohlagan joyga uchamiz, xohlagan joyga boramiz. O'zimizga biyimiz, Xudoga shukr. O'zimiz uchun yashashimiz kerak ekan. Men bu yerdan bitta ikkita erlar chiqishyapti. Tiymayapman o'zim yo'qdim. Men yasholmasam kerak er zoti bilan. Buni paypog'oni yo'q, kirini yo'q, dazmollash вообще ko'raman o'zi. To'g'risida. Shunaqa gaplar salam. Tinchlik yaxshi o'tiramiz, dengizlarni bo'yidamiz. Xudoga shukr. Mana ko'rsatayim dengizlarni. Oynamdan shunday dengiz ko'rib turibsizlar. Mana oynam bo'lsa, oynamdan dengiz ko'rib mazza deydi. Va jonni huzuri qizlar. 2-3 oyga kelib dam olib cho'milib ketaylik. Ketisga berib unaqacha qimmat emas. 295 dollar degan. O'shaning uchun baribir o'lib ketamiz. Bir kun emas, bir kun o'lamiz. Baribir o'shaning uchun mazza qilib, yeb, ichib, o'ynab, kulib dengizda cho'milib yurganimiz yaxshi o'rtoqlar. Suvdan o'tirgandan ko'ra, o'yda diqqina bosib bo'lgandan ko'ra 3 oy chiqib aylanib, paxo'da ishlab, 1,5 ming dollar qo'shlab, yuz ketasizda 2-3 oyda Toshkentga. Shu shunaqa gaplar, men yaxshi xo'jayin bo'lmasin. Hamma o'zi bilan o'zaro bo'lsa, kim ustidan o'zi boshiga keladi. Biz Turkiyaga kelib ishlayveramiz, Toshkentga borib to'yga chiqamiz. Shunaqa universalniy xotinmiz.